Sahri bor odam biladi. Davolaverasiz, o'zingizni sahar yana yeb ketaverar ekan hamma organizni. Doktorlar operatsiya qildi, ximiyalar oldim 2ta, yana 4ta olasan, keyin yana operatsiya qilamiz, amputatsiya qilib tashlaymiz. Men umuman hayotdan endi umidimni uzayotirdim. Menga endi najot yo'q bo'lsa kerak dedim. Bor anaqam bilan mashaga keldim, doktorlardan qochib. Mammografiyaga tushdim, UZIlarga tushdim. Hamma natijalarim zo'r chiqdi. Mana gepatoz 3-stepen gepatoz edim. Gepatozim yo'q bo'lib ketibdi. Jigarim yaxshi ekan. Buyuragimda pilinefrit edi. Pilinefritlarim ham, tuzlarim ham, o't pufaylarim ham hammasi zo'r bo'pti. Yana mammografiyaga tushdim. U yoqda ham hech qanaqa rakovый kletkalar qolmabdi. Hamma yo'g'i доброкачественное изменение deb yozibdi. Men boshim osmonga yetdi. Rosa suyundim hayotga qaytganimga. Assalomu alaykum. Men Alibayeva Zulfiya, 1964-yilman. Men mana shu Ergashat aka klinikasiga 10 yildan beri kelaman. Birinchi kelganimda rosa ham holim og'ir edi. Gepatozim bor edi, sahrim bor edi, pilinefritlarim bor edi, xolestitlar, ashuncha kasal bilan kelganman. Mana shu yerdan najot topganim uchun 10 yil keldim. 10 yildan beri kelyapman. Endi sahri bor odam biladi. Davolaverasiz, o'zingizni sahar yana yeb ketaverar ekan hamma organizni. Mana shu 8 yil har yil kelasdim. Yaxshi yurardim, saharlarim ham yaxshi. Insulinlar olmaganman. Yaxshi yurardim. 9 bo'lganda yana kelaverardim, yana tushirib yana ketardim. Doktorda aytgan kuni bilan 20 kun desa 20 ta malhamni ichib ketaman. Zo'r yaxshi bo'lib ketganimdan keyin yana menga 1 yilga yetardi. 1 yilda yana kelasdim. Men mana shu yerga 2 yil kelmagan sababidan shu yomon kasalni ham oshirib oldim. Doktorlar operatsiya qildi, ximiyalar oldim 2ta, yana 4ta olasan, keyin yana operatsiya qilamiz, amputatsiya qilib tashlaymiz deydi. Mana shu yerga og'ir ahvolda keldim. Men doktorimizga ishongan holda bor anaqam bilan mana shu yerga keldim, doktorlardan qochib. Kelishimda doktorimiz ko'rib, nimaga kelmadingiz, shuncha yurardingiz edi, nimaga operatsiya qildirdingiz, nimaga ximiya qildirdingiz deb menga nima qilganda, to'g'risi umid yo'qmikin endi menga, umid qolmadimikin deb rosa ham tushkunlikka tushayotirdim. Bo'pti, endi buncha kasalni oshirib olibsiz, endi 40 ta malham ichasiz deganda men shunaqa suyundim, menga najot borligidan. Meni doktor qabul qilganiga rosa suyundim. Xudoga shukr, bugun 39-malhamni ichdim, ertaga 40-sini ichaman. Men mana shu 3 kun ichida mammografiyaga tushdim, UZIlarga tushdim. Hamma natijalarim zo'r chiqdi. Mana gepatoz 3-stepen gepatoz edim. Gepatozim yo'q bo'lib ketibdi. Jigarim yaxshi ekan. Buyuragimda pilinefrit edi. Pilinefritlarim ham, tuzlarim ham, o't pufaylarim ham hammasi zo'r bo'pti. Yana mammografiyaga tushdim. U yoqda ham hech qanaqa rakovый kletkalar qolmabdi. Hamma yo'g'i доброкачественное изменение deb yozibdi. Men boshim osmonga yetdi. Rosa suyundim hayotga qaytganimga. Hayotga qaytganimga rosa ham suyundim. Avolasa Xudo, qolgani mana shu doktorimiz Ergashev Berdiquli Jo'rayevichga boshim yerga tekkicha ta'zimdaman. Meni hayotga qaytardi. Mana shu bargohlarni qilib, hamma yo'lda chiroyli qilib, hamma
muolajalarda biz uchun qilib sharoitlar qilib bergani uchun Allohdan shunaqa duo qilaman. Shu kishi hech ham og'rimasin, tan jonlar sog' bo'lsin, hamisha quvvatda bo'lsin, umrlar ziyoda bo'lsa ilohim. Mana shuncha sharoitlarni qilib qo'ygan. Rahmat shu doktorimizga ham. Men yig'lamasam gapira olmayman-da uka. Qiynaldim-da uka, qiynaldim. Voy, so'ramang uka. Men umuman hayotdan endi umidim uzayotgandim. Menga endi najot yo'q bo'lsa kerak dedim. Yo'q, mana analizlarni ko'rib yana hayotga qaytdim. Bu doktorni qani endi mana shu bo'lganda shart bitta mashinani mindiraman. Bitta mashina mindirsam dedim. Mayli, Alloh bersin bu kishiga. Bizni mana shunchalik xizmat qilib, mana qilib tikka turibdi. Allohim tan jonlari sog' bo'lsin, uzoq umr bersin. Alloh mana shu bizga shu doktorni bandalariga yaratib qo'ygan ekan. Bu Allohdan deyman. Hech bir doktorni ko'rmadim. 40 yildan beri doktor ko'raman, bunaqa doktorni ko'rmaganman. Alloh nima niyati bo'lsa niyatlariga yetsin ilohim. Bolalardan Allohim qaytsin, bolalari ham iziga iz o'tsin. Mana shu dargoh bizga abadiy bo'lib qolsin. Avlodlar hammasi shu yerdan najot topib ketsin mana shu dargohdan. Bizni ham bildirganiga shukr Allohimga. Mana shu Andijonday joydan bilib keldim. Mana qani endi onam tirik bo'lganda hammasini o'ylab shularni olib kelardim. Shular shunaqa erta ketmas edi deb rosa arzilayman. Allohim bizni nevaralarimiz ham, chevralarimiz ham mana shu yerdan najot topsin. Endi og'rimasin, baribir aytib bo'lmaydi. Hozir ekologiya chatak. Baribir hamma og'riyapti. Mana shu yerga kelib bizni avlodlarimiz uzoq umr ko'rsin. Uning ichida doktor ham uzoq umr ko'rsin. Bolalarimiz ham hammamiz tinch omon bo'laylik. Uylarimizga baraka, xayr bersin. Shu men qancha gapirsam oz doktorga. Endi hamma duoda doktorni şeyda hamma duo qilyapti. Bitta men emas. Tun kelganlar rahmatini aytib ketyapti. Doktorda aytganini qilgan hech qachon kam bo'lmaydi. Doktorda aytganini qilinglar. Doktor 15 kun desa 15 ta marham ichinglar, 24 ta desa 24 ta aytganini qilsanglar, hech qachon maydan nomid bo'lmaysizlar. Hammanglar najot topasizlar. Hammanglar mana shu yerdan chiroyli bo'lib ketasizlar. Bilmayman hozir men ekranda gapirsa bo'ladimi, yo'qmi? Men aytaman doktorga nima ko'p narsa kerakmi? Bittanta fabrikani ishga yurgizib qo'yib uyda o'tirsa ham bo'laverardi. Shu bizni bemorlar uchun tug'ilgani uchun biz bilan bizni yaxshi qilib baham oladi bu kishi. Men shunday bilaman. Kasallardan hech qachon zerikmaydi. Qancha kasal bo'lsa hammasiga bag'rini ochib, hammasini qabul qilib, hammasini dardiga najot topib, mashlarni chiroyli qilib kuzatay deb harakat qiladi. Shunisiga ham ming marta shukr. Shunday odam inson bizni o'lkamizda borligiga ming marta shukr. Mana hozir 10 yildan beri guvohiman. Qaydan kelyapti. Bu chet elliklarda son sanog'i yo'q. Bu Rossiya, Qozog'iston, Dog'iston, Tojikiston, Turkmaniston, mana rus nimalar, qirg'izlar hammalarni ko'ryapmiz. Shu yerlardan kelishyapti eshitib. Buni Yevropalarda ayting, Amerikani ayting. Shunday inson butun dunyoga nima qilyapti, davolayapti. Shular hammasi najot topib ketyapti. Bu ham bizni bir obro'yimiz. Bizni O'zbekistonimizni hamma tanib bilib ketyapti. Bizni obro'yimiz. Allohim shunday insonni bizni dargohda bino keltirgan Allohimga ming marta shukr. Allohim